Aholini sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash bugungi kundagi eng muhim vazifalardan hisoblanadi. Sirdaryo viloyatida ham mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda aholi gavjum maskanlarida, xususan dehqon bozorlarida profilaktik tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunda aholini sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash dolzarb vazifalardan biri sanaladi. Shu maqsadda Sirdaryo viloyatida bir qator profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, viloyat raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish boshqarmasi, sanitariya va epidemiologik jamoat salomatligi xizmati, viloyat boshqarmasi va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi hamda boshqa mutasaddi tashkilot vakillari bilan hamkorlikda Yangiyer va Guliston dehqon bozorlarida profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi. Ushbu tadbirkorlik subyektlarida profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi. Bu yo'nalishda o'sha tadbirkorlik subyektlariga tegishli ko'rsatmalar berildi. Kelgusi faoliyatlarida tushunchalar berilib, sifatli oziq-ovqat sotish bo'yicha bir qancha ko'rsatmalar berildi. Tadbir davomida bozorlarda savdo qilayotgan tadbirkorlik subyektlariga mahsulotlarning sifati, yaroqlilik muddati va saqlash sharoitlariga qat'iy amal qilish zarurligi tushuntirildi. Bu esa avvalo iste'molchilarning sog'lig'ini asrashga xizmat qiladi. Masalliqni yaxshisiga e'tibor beraman, tozasiga, svejiligi, ishlab chiqarish sanasiga e'tibor beraman. Agarda mahsulotim yomon chiqib qolsa, go'sht mahsulotlari bo'lsa, yo boshqa mahsulotlar, ayniytirgan mahsulotlari bo'lsa, sizga murojaat qilaman. Prilavka yo'q, boshqa yo'q, ko'chada sotib o'tirishardi hammasi. Mana hozir oddiy misol, mana hamma joy yopiq. Bu kabi profilaktik targ'ibot tadbirlari viloyatning boshqa hududlarida ham davom etmoqda.